Mobita Banddan Telegram kanali tomonidan O'zbekiston BTS Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi. Sizlar uchun Mobidub kanali dublyajda Kim Jun Hee. Arkada Olimpiadasi 2-qism. Bu juda hayajonli. Birinchi o'rin Jin va RM shunday kun keldi. O'tgan hafta natijasi: birinchi o'rin Jin, V va J-Hope 6 va 7 o'rinlarda. Ikkinchi turda 6-7 o'rinlar Jin va V. Men o'yinlarda juda yomonman. Meni ballarimiz ichimda juda ko'proq yondiradi. Davom etamizmi? Darhol ketaylik, darhol o'ynaylik. Keyingi o'yin. Bu avtomobil o'yini. Bu avtomobil o'yinimi? Haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan o'yinchilar bor. Meni sizasiz haydasam bo'ladi, kimda yo'q? Haqiqatan ham qachondan haydayapti? Yo'qmi? Men 20 yoshimdan beri 7 yildan beri haydayapman. Haydash kelsak, jin rostdan zo'r. Keling, to'g'ri yo'lga chiqaylik. 3-o'yinni o'ynaymiz. Shunday shuga ham mashinalar haqida ko'p biladi. Mashinalar haqida yaxshi biladi. Hozirroq mashina tanlang, yo'q hali emas. Cheklov bor 1 sekund. Men tanladim. Bu mashina zo'rga o'xshaydi. Bu men xohlagan mashina emas. Bu men foydalanmoqchi bo'lgan mashina emas. Bu sport mashinasi, bu nima? U birinchi bo'lib o'yin o'ynagani uchun ko'p narsaga salbiy ta'sir qiladi. Siz g'alaba qozonishingiz kerak. Bu nima? Juda ajoyib tez haydayapti. Yo'q, lekin unga ergasha olmayman. U yetib boradi. U yetib boryapti, zo'r. Yetib bordi. Men kursga boraman. Mashina harakat qilmayapti. To'ntarildi. Ular bir-birlariga murojaat qilishmoqda. Hozir bu yerda kurashga harakat qilishingiz kerak. Ketyapti. Ammo mashina juda tez. Menda ham tanlash imkoniyati bo'lishi kerak emasmi? Mashina bir xil, mashinaning tezligi bir xil. Keyingi jamoa. Men Kvanju bo'ylab uchib o'tdim. Men sizni bir marta urishim kerakmi? Tayyormisan? Biz eng yaxshisimiz. Men buni hozir tez va g'azablangan deb o'yladim. Kelinglar. U juda yaxshi, qanday ajoyib. J-Hope masofa uzoqlashmoqda. Siz zo'rsiz, ajoyib. U yetdi. U tez chiqdi. U g'alaba qozondi. Siz ajoyibsiz. Keling, darrov boshlaylik. Bu nima? Men nima qilaman? Qo'llarimizni urishtiraylik. Darhol boshlash uchun to'liq o'qni bosing. Yuqoriga chiqing, yuqoriga. Ko'tarilmayapti. Jimin. Ikkitasini qo'ying, 2 marta qo'ying. Jimin, pastga tush, RM yuqoriga chiq. Bu mavi bayroq, bu nima? Lekin Jimin RM hozir g'alaba qozonmoqda. Jimin buni o'zlashtira boshladi. Endi bunisi videoga olyapti. Men RMning bunchalik jiddiy kurashni ko'rmaganman. Meni kuldirmang. RMning iyagi bu yerdan chiqib ketdi. Siz deyarli keldingiz. Yo'q. Shunday ekan, 3 daqiqa 52 soniya. Men oxirgi emasman. Hatto men kabi litsenziyasiz haydovchilar ham haydashi mumkin. RM 3 daqiqa 52 soniyani oldi. Hozir yarim final. Shunday boshlaymiz. Qani ketdik. Yarim final. Avvaliga Jin tezroq boshladi. Jungkook oldin o'ynamagani uchun unga mos sezgilarni toping, yordamlashing. O'qni bosishingiz kerak. Uni aylantir. Jungkook kerak bo'lganda tezlashar edi va kerak bo'lganda sekinlashardi. Agar u to'g'ri ketsa, Jin g'alaba qozongan bo'lardi. Oxir chiroyli, qanday baxtsiz. Bu yaxshi, endi yarim finalni boshlaymiz. J-Hope poyga tajribasiga ega.
Salom, qayerdasiz? Men Jehobni ko'rmayapman. Uning mashinasi to'xtadi. Arem, qayerdasan? Jehob qayerda? Hammasi tugadi. Oldinga boramiz, finalga chiqamiz. Men haqiqiy poyga nima ekanligini ko'rsataman. Musht bilan salomlashish to'g'ri. Voh, bu ikkisi ajoyib. Jehob, sen ajoyibsan. Jungkook yetakchilikni qo'lga oldi. Jehob yo'lni tuzishni yaxshi biladimi? Jehob poygachi sifatida mahoratga ega. Bu qiziq. Hobi. Biz sizni haqiqiy poygachi sifatida qabul qilamiz. Aytmoqchimanki, Dobe vaqtida Jehobning libosi poygachi edi. Poygachi libosini kiyishning sababi bor edi. Bu poygachilarning kiyimi edi. Bu to'g'ri. Bu bashorat qilingan edi. Natijalar chiqdi. Jehob yetakchi. Bu aqldan ozgan edi. U haydash tajribasiga ega. O'ylaymanki, hammasi tahlillanadi va ular faqat finallarni ko'rsatishadi. Men shunday deb o'ylayman. 3-tur avtomobil o'yini. 3-o'rin Jehob, 4-o'rin Viva Shuga, Jimin. Endi oxirgi musobaqaga boramiz. Qani ketdik. Bugun biz juda ko'p o'yin o'tkazyapmiz, bilaman. Bu allaqachon 4-o'yinimiz, oxirgi o'yin. Oxirgi o'yin nima? Stol xokkey o'yini. Bir turnirda yakunlanadi. Stol xokkey o'yini boshlang. Avval oson boshlaylik. Bu nima? Sen ahmoq emasmisan? Bu g'irrom, nima qilyapsan? Bu tomosha o'yini butunlay diqqatga sazovor o'yin. Menimcha Shuga oxirgi o'rinni oladi. Shuga, siz bu o'yinni shunday o'ynaysiz. Men bu borada juda yomonman. Hobi bir ochko edi. Siz juda kulgulisiz, siz ahmoqsiz. Shuga bu borada juda yomon. Siz shunday o'yinlarni o'ynashingiz kerak. Siz uni ushlamasligingiz kerak. Lekin agar siz buni birdaniga qila olsangiz yaxshi bo'lardi. Agar siz uni 2 sonda ko'proq ushlab tursangiz, o'yinni yo'qotasiz. To'g'ri, men yana bir fikrni aytishim kerak. Meni rostdan ham dahshatli qo'llarim bor. Men o'yinlarda juda yomonman. Siz oxirgisi bu mukammal bo'lishi mumkin. O'yin filmi bor. Siz bu yerda g'alaba qozonishingiz kerak. Biz bu juda zo'r. Shuga endi arkadaga kelmaydi. Albatta, Viv juda ko'p yutqazdi. Bu juda qiyin bo'lmadimi? Kechirasiz. Keling, agar shu o'yinchi chiqarib yuborsa, boshqa odamga ochko qo'shamiz. Jungkook 1-0. Keling, hozir boshlaymiz. Ketdik. Manzarani shunga buzadi. Yaxshi demadingizmi? Endi Jin zarba oldi. Jin, yaxshimisan? Chimurdi. Yiqildi. Yo'q. Yaxshimisiz? Men, mayli. Ehtiyot bo'ling. Keling, hammamiz fuqarolik qilaylik. 2 qo'l birga turamiz. Men yaxshiman. Jungkook yana bir ochko oladi. Hisob 2-2.
보여요. 3대 3이에요. 3대 3. 어우. Qo'llar juda qisqa. 4대 3. 4대 4. 4대 3. 어우, 야. Agar unga yana bir bor gol urishga ruxsat bersang, yutqazasan. Sen buni to'rda-to'rt hisobda qilishing kerak, Vi. 오야. 오, 야, 좋아. O'yin asabiylashgan sayin ajoyib. 4대 3. 자, 세트 플레이입니다. 야, 한 Faqat bitta tur. 듀스 그래. Faqat bir marta o'yin. Faqat bitta nuqta qoldi. 역전. 5-4 Vi g'alaba qozondi. Yaxshi. Sen yaxshisan, juda yaxshisan. 자, 서브. 요리 좀 했어. 요리. U o'zi o'ynayapti. 와, 대박이다. 왜? Nega? 야, 이 형. U 7 marta urdi va ichkariga kirdi. Jin hammani ichagi uzilguncha kulishga majbur qilyapti. He, bu eng qiziqarli o'yin. Jiminning xotirjamligi shu qadar kulgiliki. 오, 야, 진이 Jimin yaxshi bu o'yinni qanday o'ynashni biladi. 할줄 알아. O, ajoyib Jimin xotirjam. 야, 이게 이야. Jinhyun yig'layapti. 이게 이야. 얘 운다 울어. Nega yig'layapsan? Oybida yaxshi, nega yig'layapsan? Qanday kulgulik aytmoqchimanki, shunday yo'l tutdiki, o'ziga o'zi kulyapti. Jimin yaxshi ketdik. 3대입니다. Hey, Jimin sen yutqazasan. 하늘이 Osmon Jin tomonda. Bir nuqta qoldi. 아, 그러니까 이게 자기가 치다. 자기가 Jimin bu o'yinda juda o'tkir. 아, 제가 공격을 안 했어요. 자, 나오세요. 신중합니다. 이게 너무 웃겨, 이게. 파스 붙여놓은 것 같아. 헛다리. 오야. 자, 팔이 길어. 랩물 팔이 Aramning qo'llari uzun. Aram o'z iste'dodini shu yerda topdi. Biz hammasi silliq ketayotganiga hayron bo'lgandik. Nima uchun bu muammosiz bo'layotganiga hayron bo'ldim. 시야 헛다. Hisob 2-2. 이대 맞지? 이래. 아, 이건 방향이 오, 날카롭다. 날카롭다. 쉽지 않아요. 야. 아, 미치겠다. Sizning qo'llaringiz shu yergacha kelyapti. 좋아요, 팔이. Qo'llar bu yergacha keladi. 4대입니다. 4대2. 아우, 아우. 이게 있어, 호떡이다. 4대4입니다. 야, 재밌네. Menimcha hotdog deb aytganimni yutqazaman. 호떡 얘기하면 진다. 어우맨. 내 공격을. Men yutqazdim. G'alaba. 공격 가시죠. Keling finalga chiqaylik. 아, 진짜 웃기네. 야, 이 형이 잘하네. O'zingizni qo'lga olishingiz kerak. Menimcha ikkingizning o'rtangizda mahorat bir xil. 없는 거나 마찬가지인데. 미치겠다. 예, 이 사이드를 해야 될 것 같다. 오, 잘 봤어, 잘 봤어. 지금 몇 대 몇이에요? 1대 1.
Nima qilyapsan? Uni o'zi urib, o'zi qabul qilyapti. 이대입니다. 3대입니다. Jin hozir o'yinda juda mamnun. 3대 4입니다. 3대 4. 야, 지금 3대 3대. 기습 공격. O'zingiz kutilmaganda hujumingizni ham ko'rsating. Gapirayotganda va keyin keksa amakining hazilini qiling. Hey sen, hey. 4대 3입니다. Hammasi tugadi. 3입니다. 5대 3. 야, lemmo'요. Bu otishmi yo itarib yuborishmi? 차분하게 하세요. Bunda tinchlaning. Bu haqiqatan ham finalga o'xshaydi. 1등입니다. Biroq qanday zerikarli. 이게 바로 일산의 호떡이야. 방심하지 않는다. 방심하지 않는다. 형. U qo'llardan foydalanishni biladi. Sen miyang bilan o'qiysan. 3대 야, 앞. Uchun ol, o'yinni boshqarmoqda zo'r. 이런 거 약식이야. Bu siz yaksik deb atalgan narsadir. Yog' bilan shirin go'shtni aytyapti. Alimning qo'llari uzun. Hey, bu juda zerikarli emasmi? Hey, sen tinchlan. 도발, 세봐, 빼봐, 도발. Arim birinchi o'rinni egallash mumkinmi? U g'alaba qozondi. Men bugun hakamga o'xshayman. 거의 시범 요원 심판 이런 겁니다 오늘. Va men g'alaba qozondim. Oxirgi joyni tanlash uchun yutqazganlarchi? Agar oxirgi bo'lsangiz qayta joylashingiz kerak. Ikkita omadsiz qo'l. Unga qarang, hujum qilishni yaxshi biladi. Bir marta beparvo bo'lsangiz yutqazasiz. 이렇게 되는 거네. 이게 어떻게 그냥 진짜 치사하다 진짜. 따라야. 야, 잘해. 2대1. 잘 봤어. 2대입니다. Ikki bu oxirgi o'yin, bu maroqli o'yin. Bu o'yin qiziqarli qiladi. 자, 꼴찌. Eng oxirgisi Park Jimin. Stol xokkey o'yini birinchi o'rin Shuga, 6-7 o'rinlar esa Jimin va Shuga. Natijalar qanday chiqdi? Birinchi o'rin Arem. Men birinchi o'rinni olishim uchun sovrin bormi? Ajoyib. 대박. 이게 없다. Oching. Menimcha unga unchalik yoqmaydi. Menimcha unga yoqmaydi. Men bunda zavqlanaman. Xush keling ikkinchi o'ringa. Ikkinchi o'rin mukofoti bormi? Ikkinchi o'rin Jungkook. Darhol oxirgisini aytaylik. 2 dan 6 gacha aytishingiz shart emas. Oxirgi o'rin Shuga. Albatta omadsiz qo'llar. Bu safar jazo 2 kishi oladi. Haqiqatdanmi? Biz yana bir odam tanlaymiz. Qanaqasiga? Demak bu menman. Bu menman, Jimin. Nega ikkita azob? Bu nima? Omadsiz qo'llar endi ikkita. 영혼의 똥손해가지고 벌칙 뭡니까? Birinchi o'rin Arem, ikkinchi o'rin Jehop va Jungkook. 4 Jin, 5 Vi, 6-7 o'rinlar Jimin va Shuga. Siz birinchi bo'lasiz. G'olib birinchi bo'lib ketadi. G'olibni tanlash kerak emasmi? 진사해야죠. 자자. 마무리. Yaxshilab tugating. 모자 벗고요. Shapkangni yech. Bugun ajoyib vaqt bo'ldi. 시간이었지 않습니까? Bugun juda qiziqarli bo'ldi. Keyingi safar sizni yana ko'ramiz va qaytamiz. Sen yaqinroq borishing kerak. Bu juda oson emasmi? 그럼 안녕. Hammaga salom. Bu juda qo'rqinchli. Keyingi rambechesda ko'rishguncha. Keyingi safar ko'rishguncha. 또 만나요. Ajoyib. Xayr. Menda ham ko'proq sening omadsiz qo'llaring bor. Oxirgi o'yin Jimin uchun ayanchli o'tdi. Hammaga xayr. Mobitab Bantan Telegram kanali tomonidan Uzub BTS Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi.